بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 3. حديث ابن ماجه رحمه الله شندق ديدو: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ابن ماجه رحمه الله شندق ديدو: bizga Abu Bakr ibn Abu Shayba hadis so'zlab berdi. Ya'ni bu kishi Muhammad ibn Abdullah ibn Osman ibn Abu Shayba. Kishining Musannaf ibn Abu Shayba deb tanlıq kitobi bor. Ham Abu Bakr ibn Abi Shayba İmam Muslimning shayxlaridan biri. İmam Muslim bu kishidan ko'p hadis rivoyat qilgan. Uningdan rivoyat qilgan sahih hadislarning soni 1500 hadisga yetadi. Abu Bakr ibn Abu Shaybadan 6 sahih hadis kitoblarining mualliflari hammasi rivoyat qilgan Tirmizidan boshqa. İbn Majah, Sunan İbn Majah'da Abu Bakr ibn Abu Shaybadan 1300 dan ko'p hadis rivoyat qilgan mush kitobning o'zida. Abu Bakr ibn Abu Shayba rahimahullahning Musannaf ibn Abi Shaybadan boshqa kitoblari bor. Bu kishiga Abu Muaviya va Vaki arishkilsi bu hadisni so'zlab bergan. Abu Muaviya Az-Zarir Muhammad ibn Khazim rahimahullah bu kishi Abu Muaviya A'mashdan hadis rivoyat qilgan siqa hisoblandi. Va Vaki bo'lsa hafizlardan va yodlash quvvatining g'oyatda kuchli ekanligi bilan mashhur. İmam Shafi'i rahimahullah ustozi Vaki'ga yodlash quvvatining tuvallab ketganligini shikoyat qilganda gunoh ma'siyatlardan jiroq turishga buyurgan. Ya'ni gunoh ma'siyatlar yodlash quvvatining tuvallab ketishiga sabab bo'ladi deb yo'l ko'rsatgan. Va A'mash Sulaymon ibn al-Mihron Kufaning danglik faqihshunos olimlaridan buni ilgari deb o'tdik. Abu Salih u Zakwan Salman 6 sahih hadis kitoblarida bu kishining hadislari rivoyat qilingan. Va Abu Hurayra radhiyallohu anhu katta sahoba buni so'zlab o'tdik. Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq ekan: kimki menga itoat qiladi ekan, Alloh itoat qilgan bo'ladi. Kimki menga osiylik qiladi ekan, Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga itoat qilish, buyurganlarini qilish va cheklaganlardan yenish bilan bo'ladi. Osiylik qilish bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyurganlarini qilmaslik va cheklaganlardan yonmaslik bilan bo'ladi. Bunun dalili Alloh taolaning "Man yuti'ir rasul faqad ata'alloh." Kimki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat qilsa, Alloh taolaga itoat qilgan bo'ladi degan oyatidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga itoat qilish, buyurganlarini qilish, cheklaganlardan yenish farz. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo tarafdan avatilgan elchi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem o'zining havoyi havasini so'zlamaydi, qalsiq kelgan so'zlamaydi, balki Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan vahiyni Allohning buyrug'i bilan Allohning buyrug'ini ijro qilib insonlarga yetkazadi, tabliq qiladi. Ya'ni Alloh taolo bizga qilishni buyurgan ishlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam orqali buyuruydi va cheklagan ishlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vositasi orqali to'sidi, ya'ni cheklaydi.